alaykum. Ben chorva mollari uchun imtiyozli kredit olganmiz. Maqsadli ishlatyapmiz buni xudo xolasa. Qo'zilar qilganmiz. Turmush o'rtog'im Maqsum va Diloromni nomiga olganmiz. Hozirgi kunda turmush o'rtog'im qidirib ketgan edi. Shunga shu videoni tashlayapman. Chorva mollari olib, boqib maqsadli foydalanyapmiz. Buning uchun prezidentimizga, Xalq bankiga ming rahmat. Gap qo'shmang. Chorvalarimiz undan tashqari o'zimizni oilaviy chorva ham bor mana. Xudo xolasa maqsadli ishlatyapmiz. Xalq bankiga, prezidentimizga mingdan bir tashakkur aytamiz. Turmush o'rtog'im Dilorom ham uyda o'z-o'zini band qilib, mana shu qo'ylarni olib oilamizga, ro'zg'orimizga o'z hissasini qo'shyapti. Bo'ldi, o'tdi.